qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Aynan mana shu tug'ilgan buzoqchalarimizda biz kechiktirib sut beramiz. Og'iz sudi o'ta muhim hisoblanadi. Ana shu birinchi soatida tug'ilgani birinchi soatiga 4 litr. Ichmasa uni zond qilib berish kerak. Majburlab bo'lsa. Majburlab bo'lsa ham berish kerak, chunki tug'ilgan buzoqchada hech qanaqa immunitet bo'lmaydi, shu ona sutidan o'tadi keyin. Va yana bitta muhim narsa ko'plar o'ylaydi. Mana shu yerda hozir ikki nishi tushadi o'zi. Nishi deymiz yoki yo'ldosh deymiz, tushadi. Ko'plar aytadi, mo'lim yeb qo'ydi, endi nima bo'ladi deydi. Asli yegani zo'r. Yeyish kerak. Minerallardan boy bo'ladi. Yeyish hech qanday zarari yo'q. Hech qanday muammo joyi yo'q. Bu narsa foydali bo'ladi. Eshitdilarmi? Demak, yo'ldosh tushib qolsa yesa, u yaxshi ekan. Tezda mana bu buzoqchani og'zi bilan oziqlantirish kerak ekan va tug'ish maydoni ta'minlanishi kerak, ya'ni keng bo'lishi kerak. Necha dedingiz? 15 kvadrat ekan. Ana 15 kvadrat maydonni ko'ryapsizlar. Bu kichkina sigir emas, bu baquvvat sigir. Yelinni ko'ryapsizlarmi? Bu 40 litr sut bersa kerak. Xullas, mana shunaqa